Avvalgi videoda to'qqizdagi inon nima mavzusida ma'lumot bergan edik. Bugungi videoda esa maxsus malaka imtihoni uchun ro'yxatdan o'tish bosqichlari haqida tushuntirib o'tamiz. Bular Prometric saytida ID yaratish, Prometric saytida imtihon uchun ro'yxatdan o'tish, imtihon sanalari va imtihon narxlarini Prometric saytida ko'rish, qolaversa O'zbekistondagi Prometricning ko'l markazlari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Eslatma o'rnida O'zbekiston va Yaponiyada imtihon uchun ro'yxatdan o'tish bir xil usulda bajariladi. Prometric saytida ID yaratishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni buning uchun Google ga prometricid-login.uz shaklida qidiruv beramiz. Va login, ya'ni Prometric saytiga kirish tugmachasini bosamiz. Prometricning rasmiy sahifasiga kirganimizdan so'ng ID yaratish tugmachasi orqali ID yaratishni boshlaymiz. ID yaratish uchun bizdan qaysi maxsus malaka testini topshirmoqchi ekanligimiz so'raladi va biz O'zbekistondaligimizni hisobga olgan holatda, ya'ni O'zbekistonda qariyalar parvarishi, qurilish va qishloq xo'jaligi sohalarida maxsus malaka testini ishlash imkoniyati bor. Shuning uchun biz qurilish yo'nalishini tanlaymiz va ID yaratish tugmachasini bosamiz. Keyingi sahifa bizga yapon tilida ko'rsatiladi va shu sahifadan boshlab biz yuqoridagi tillardan o'zbek tilini tanlab ID yaratishni davom ettiramiz. Keyingi sahifada bizdan shaxsiy ma'lumotlarni olish haqida rozilik so'ranadi va rozilik bildirganimizdan so'ng keyingi sahifaga o'tish tugmasini bosamiz. Keyingi sahifaga o'tganimizda bizdan elektron pochta manzilimiz so'raladi va bu yerga siz o'zingizning shaxsiy elektron pochta manzilingizni kiritishingiz talab qilinadi. Elektron pochta manzilingizni kiritganingizdan so'ng sizdan Prometric sayti uchun parol yaratish so'raladi va bu parolni yaratib tasdiqlaganingizdan so'ng keyingi tugmachasi orqali bundan keyingi sahifaga o'tishingiz kerak bo'ladi. Keyingi sahifada sizdan shaxsiy ma'lumotlaringiz so'raladi. Masalan, ismingiz, otangizning ismi, familiya, telefon, yashash manzilingiz, batafsil ma'lumotlar kiritishingiz talab qilinadi. Ma'lumotlarni ushbu shaklda kiritib olganingizdan so'ng keyingi tugmachasini bosasiz va keyingi sahifaga o'tishingiz kerak bo'ladi. Keyingi sahifada ro'yxatga olish ma'lumotlarini tasdiqlashingiz so'raladi va quyidagi ma'lumotlarni to'g'riligini tekshiring va keyingi tugmasini bosing. Va shu bilan siz Prometric ID dan muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz. Sizning Prometric ID quyidagi o'zingiz kiritgan elektron pochta manziliga yuboriladi. O'zingizning elektron pochta manzilingizga kirgan holatda Prometricning rasmiy sahifasi orqali sizga yuborilgan Prometric ID ni tasdiqlab ko'rib olishingiz mumkin. Google ga Prometric saytining rasmiy qidiruv manzilini kiritib olamiz va Prometric saytining rasmiy sahifasi ochiladi. Bu yerdan siz til tugmachalari orqali tilni o'zbek tiliga so'zlab olishingiz ham mumkin. Imtihon uchun ro'yxatdan o'tishni davom ettiramiz. Buning uchun imtihon ro'yxati tugmachasini bosamiz va shu yerda belgilangan malakali ishchi birinchi daraja tugmasini bosamiz. Keyingi sahifada bizga belgilangan malakali ishchi, ya'ni maxsus malakali ishchi vizasi birinchi darajasi uchun belgilangan maxsus malaka testlari ro'yxati ko'rinadi. Siz esa O'zbekistondan test topshirayotgan bo'lsangiz, ayni vaqtda O'zbekiston hududida qariyalar parvarishi, qurilish va qishloq xo'jaligi sohalarida maxsus malaka testlarini topshirish imkoniyati mavjudligini hisobga olib, ushbu yo'nalishlardan birini tanlashingiz kerak bo'ladi. Hozir qurilish bo'yicha maxsus malaka imtihoni uchun ro'yxatdan o'tib ko'ramiz. Qurilish yo'nalishini tanlaganimizdan so'ng keyingi sahifada kirish tugmasini bosamiz. Bu tugma orqali biz imtihon uchun ro'yxatdan o'tishimiz mumkin. Keyingi sahifada bizdan Prometric ID ni kiritishimiz so'raladi. Bu yerga elektron pochta manzilingizga kelgan Prometricning ID raqamini kiritamiz. Shu yerda tilni o'zbek tiliga so'zlab olamiz. Keyingi ochilgan sahifada band qilingan testlar ro'yxati ko'rinadi. Bizda hozircha hech qanday test uchun imtihonga joy band qilingani yo'q. Shuning uchun testga joy band qilish tugmasini bosamiz. Va keyingi sahifada test shartlari ko'rsatiladi, ya'ni band qilish jarayonini davom ettirishdan oldin quyidagi kelishuvlarni qabul qilishingiz kerak. Sahifaning pastki qismidagi "Men roziman" tugmachasi orqali rozilik berib, qabul qilish va
davom etish tugmachasi orqali keyingi sahifaga o'tamiz. Keyingi sahifada sizdan kiritilgan ma'lumotlaringiz to'g'riligi va ishonch hosil qilishingiz uchun qayta tasdiqlashingiz so'raladi va shu yerda siz tasdiqlab, agar ma'lumotlaringiz xato kiritilgan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringizni o'zgartirishingiz ham mumkin yoki davom etish tugmachasi orqali keyingi sahifaga o'tishingiz ham mumkin. Keyingi sahifada sizdan shartlarni qabul qilish va davom etish yoki qabul qilmasdan tizimdan chiqish so'raladi. Siz qabul qilish va davom etish tugmachasi orqali keyingi sahifaga o'tishingiz mumkin. Keyingi sahifada sizdan testni tanlash va keyingi tugmachasini bosish talab qilinadi. Bu yerda qurilish bo'yicha maxsus malaka testining 3 xil yo'nalish ko'rsatiladi va o'zingizga mos 3 xil yo'nalishdan birini tanlab, keyingi tugmachasini bosishingiz talab qilinadi. Keyingi sahifada sizdan kiritgan ma'lumotlaringiz to'g'risida ishonchingiz komil ekanligi so'raladi, ya'ni tug'ilgan sanangiz, jinsingiz, fuqaroligingiz haqida ko'rsatilgan hisobotlarni tasdiqlashingiz talab qilinadi. Kiritgan barcha ma'lumotlaringiz to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Imtihon uchun ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng hech qanday o'zgartirish yoki bekor qilish so'rovi qabul qilinmaydi. Shaxsiy ma'lumotlaringizni kiriting va keyingi tugmasini bosing. Keyingi sahifada kiritilgan ma'lumotlarni tasdiqlang va keyingi tugmachasini bosing. Sizga qulay bo'lgan imtihon sanasi va joylashuvni tanlang. Keyin imtihon joylarini qidirish tugmasini bosing. Sanalari va joylari ro'yxati ko'rsatiladi. Keyingi sahifada siz test haqida ma'lumotlarni yana bir bor tasdiqlashingiz va quyidagi mavjud to'lov usullaridan birini tanlab, keyingi tugmachasini bosishingiz talab qilinadi. Ushbu sahifada sizdan kiritilgan barcha ma'lumotlarni to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilishingiz so'raladi va oxirida favqulodda aloqa raqami, ya'ni siz bilan bog'lanish uchun biror bir telefon raqamini kiritishingiz so'raladi. Telefon raqamini kiritganingizdan so'ng keyingi tugmachasini bosib, keyingi sahifaga o'tishingiz mumkin bo'ladi. Oxirida ko'rsatilgan hisob raqam bo'yicha to'lovlarni qilganingizdan so'ng sizning elektron pochtangizga imtihon kuni olib borishingiz uchun ruxsatnoma jo'natiladi va u ruxsatnomani chiqarib, shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatingiz bilan imtihon kuni imtihon topshirishni belgilagan hududingizga borishingiz talab qilinadi. Shu bilan maxsus malaka imtihoni uchun ro'yxatdan o'tish bosqichi yakunlandi. 3-qadam imtihon narxlarini ko'rish. Buning uchun Prometric saytining bosh menyusiga kiramiz. Imtihon haqida ma'lumot deb yozilgan bo'limga kirib, u yerdagi menyular ichidan mamlakat bo'yicha imtihon to'lovlari bo'limiga kiriladi. Davlatlar nomlari, bayroqlari bilan ko'rsatilgan o'sha yerdan O'zbekistonni tanlaysiz va sizni avtomatik tarzda O'zbekistondagi maxsus malaka imtihon narxlari yozilgan jadvalga olib tushib ko'rsatiladi. 4-qadam imtihon kunlarini ko'rish. Prometric saytining bosh menyusidan tadbirlar jadvali bo'limi tanlanadi. Agar siz Yaponiyada bo'lmasangiz, Yaponiyadan tashqari deb yozilgan yerdan tadbir sanalarini ko'rishingiz mumkin. GFT Basic'da ham xuddi shunday. Yaponiyadan tashqarida deb yozilgan joy orqali ko'ra olasiz. Agar siz Yaponiyada bo'lsangiz, GFT Basic'ni ham, qolgan malaka imtihon sanalarini ham Yaponiyadagi voqealar deb yozilgan tugmani bosish orqali prefekturalar bo'yicha ko'ra olasiz. 5-qadam call center haqida. Agar sizda ro'yxatdan o'tish vaqtida qandaydir muammo yoki tushunmovchilik bo'lsa, O'zbekistondagi Prometricning rasmiy call centeriga qo'ng'iroq qilib ma'lumot olishingiz yoki kerakli hujjatlarni taqdim etsangiz, o'zlari siz uchun ro'yxatdan o'tib berish imkoniyati ham mavjud. Buning uchun hech qanday xizmat haqqi talab qilinmaydi. Prometricning rasmiy call markaziga quyidagi raqamlar orqali bog'lanishingiz yoki ushbu manzilga borib, Prometricning xodimlari bilan imtihon uchun ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bugun sizlar bilan maxsus malaka testiga ro'yxatdan o'tish haqida gaplashdik. Imtihon sanalari va narxlari haqida ma'lumot berdik. Videomiz foydali bo'ldi degan umiddamiz. Yaponiya haqidagi eng to'g'ri ma'lumotlarni Japan Career portalida kuzatib boring.